bitta buqani 2 million qimmatiga olib qo'yadi. Ko'ramiz, tortilgan buqa bo'ladi, uni savdosiga aralasha olmaysiz bor. 4 million foyda qoladigan bo'lsa, 2 million bozorda qoldi. Kechigida bozorda bitta amaki sotdilar, 4 million arzoniga sotdilar. Uni 4 million arzonligini qayerdan bildimni? Olgan odam tarozga qo'yuvdi. Tarozlik kilosi chiqib keldi 4 millionga arzon. Ko'p yevoradi, bu rasxoti 2 barobar katta deb o'ylashadi. Molga bu molni bir xillariga bersangiz yevoradi, hazm qilib chiqarib yuboradi uni. Ha, bu o'zini normasiga berish. Hurmatli chorvadorlar, mana Husniddin akamni fermasidan davomiyli videomiz. Biz vodiydan kelib ko'p kuzatyapman. Sizda asosiy fermangizda qora ola mollar va jussasi katta mollar. Bizda men bilganim vodiyda, men o'zimning fikrim, kuzatuvimdan kelib chiqqan holatda aytamanki, jussasi katta molga yaqinlashmaydi, ko'p yeb qo'yadi deb tushuncha bor. Keyin qora olaga go'shtni uncha qilmaydi deb yaqinlashmaydi. Buni ukam mana bunaqa narsa bizada ham aytishadi, oq molni olmaydi, ko'k mol olmaydi, qora deydi. Yaxshi boqsangiz, yemni zo'r bersangiz, hammasi zo'r bo'ladi. Men orada hozir betga ko'k buqalar kelib qoladi. Yemni yegandan keyin hali qassob ko'rgani o'zi shuni bergin deb so'raydi-da. U boqishingizga bog'liq. Keyin bozordan mol olayotganda boya aytdim-ku. Hali olishni birinchi o'chirtda olishni bilish kerak. Agar o'zi bilmasa, biladigan odamni olish kerak. Bozorda ko'ramiz. Bitta buqani 2 million qimmatiga olib qo'yadi. Ko'ramiz, tortilgan buqa bo'ladi, uni savdosiga aralasha olmaysiz bor. Qimmat ovozdan. O'zi 4 million foyda qoladigan bo'lsa, 2 million bozorda qoldi. Sotayotganda ham haligi vaqtim yo'q, ishim bo'ladi, yo'q, qanaqadir bozorga chiqishga erinadi, uydan sotishadi. U yerda ham 1-2 million arzon sotib qo'yishadi uydan. Ko'ryapmiz-da. Bozorda ham hali buqangiz tayyor bo'ldimi, biladigan odam bilan maslahat qilib olish kerak. Kechigida bozorda bitta amaki sotdilar, 4 million arzoniga sotdilar. Uni 4 million arzonligini qayerdan bildimni? Olgan odam tarozga qo'yuvdi. Tarozlik kilosi chiqib keldi 4 millionga arzon. O'shalarni haligi shuncha mehnat qilgandan keyin 4 oy, 5 oy mehnat qilgandan keyin 1-2 soatiga erimish kerak emas-da. Biladigan odam yo'q, bilmasa tarozga qo'yib, agar zo'r boqdingizmi, qassobga so'yib bering. Haligi yutug'ingiz o'zingizda qoladi. O'sha ham ancha odamlarda xatoda, bozorda olib chiqib, yo'q, darvozdan tagidan sotib ketib qoladi. Mana boy aytdim-ku, rangiga qaramayman. Faqat iloji boricha korpusi kattaroq, go'shtdorroq mol olaman. Korpusi katta, lekin katta mol, kichkina mol ko'p yeydi, kam yeydi emas. Mana shu buqalar, mana ko'ring. Mana shular bir chelakdan yeydi. Albatta shu narsani gapingiz bo'ldimi aka, uzr. Ko'p yeb qo'yadi degan tushuncha bor. Ko'p yevoradi, bu rasxoti 2 barobar katta deb o'ylashadi. Molga bu molni bir xillariga bersangiz yevoradi, hazm qilib chiqarib yuboradi uni. O'zini normasini berish kerak. Normasida yesa, bitta rejimga tushsa, mol semilaveradi. Mol semilaveradi. Ko'p yeb qo'ysa bir xilla 4 mahal, 5 mahal boqaman deganlarni ham eshitdim-da. Mol agar rostakasini boqsangiz 4-5 mahal yo'maydi. 3 mahal ham yo'maydi. Biz mana hozir shu berayotgan yemimizda o'zimizcha tajriba qildik. Abetda ham berib ko'ruvdik. Qaysidir mahalini o'ynab tashlaydi yemini. Yemaydi. Hali chochib tashlaydi. 2 mahalga. Ya'ni yemda energiya bor, protein joyida, yemda kaloriyasi deymiz, o'sha joyida bo'lganligi uchun o'zimiz ham ertalab baqvat osh yeb olgan odam abetda ovqatlanmaydi. Kerak bo'lsa ovqat olmaydi. Mol ham 2 mahal yeydi. Abetda bersangiz 1 kun, yarim kun yeydi, keyin yemaydi, o'sha o'yin qilib tashlaydi. Uni qanaqadir tajribada qilib ko'rdik buni. Shu 2 mahal kuchli yem yesa 12 soatda yaxshi molni o'ziga. Yaxshi hazm qilib oladi, yuqish yaxshi bo'ladi. Hurmatli obunachilar, bunday ma'lumotlar juda ko'plab bo'ladi hali. Xudo xohlasa, podpiska tugmasini bosishni unutmang, bizga obuna bo'ling va o'zingizlarning tajribalarni kommentariyada bo'lishsanglar ham yaxshi bo'ladi. Biz bu yerda bir aql o'rgatish yo bir kimgadir shuni qilish kerak degan narsadan yiroqmiz. Faqat 30 yillik tajribadan kelib chiqqan narsalardan men shu ulashyapmiz. Mana Azizbek birovga bir narsa ma'lumot bersam, men hali aytganingizni qilinglar demayman. To'g'ri. O'zimda bo'lgan narsani aytaman.
O'shandan kelib chiqib aytaman.